marosimining dasturlarini chiroyli tarzda, o'rinli tarzda o'tkazib berishlari uchun elimiz ardog'idagi ijodkor Shahlo xonim Zoirovani taklif etaman. Voy kelinimiz ko'ringlar, ko'rmanasini beringlar. Bo'lsin momojonlar, sizga salom. Dugonalar ulfatlar, asal desa asaldik, namat desa namatdik. Voy mangami, sizni bag'rimga bir bosib qo'ying. Artsam odam deysiz aylanib ketay. Rahmat Tanjalisan. Voy mana shu ikkita yangam adresda adashmay keldi. Voy jonim, bu qilgan yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Bitta o'zi uddalagan, bajargan bugungi kechamizni qahramoni qo'g'irchodek qaynonamizga qarsa bo'lsin. Asha! Xudo xolasa siz keldingiz, yana ham yoshartirasiz, aylanib ketdik. To'g'risida hozirgi kelinlar yoki qaritadi, yoki yoshartiradi. Voy o'zimizga kuling, kuyov bola, xursandmisiz? Bu jonga kuyayotganga o'xshaysiz, aylanib ketdik. To'g'risi, o'zim aylanay, kuyov bolaga yor muborak bo'lsin. Yigitlarning sardori, qabul qiling kuyov bola, sizga salom yor yor. Voy birinchi bo'lib chaqirsam bo'lar ekan sizni. Qo'li ochiqni yo'li ochiq deb bejizga yetishmaydi. To'g'risi, vaqt soatidan kechiktirmasdan ota-onalik lavozimlariga erishib, beshikdo'larni ham shunaqa dang'illama to'yxonalarda qilish hammamizga nasib ro'zi aylasin. Baxtli bo'ling yor.